Changzhou ABT Equipment Chopat Janubiy Suv shahridan keladi. O'zining noyob geografik afzalliklaridan foydalanib, o'zini takomillashtirishga intiladi va tadqiqot va rivojlantirish, ishlab chiqarish, savdo va o'rnatishni birlashtirgan statik elektrga qarshi ko'tarilgan pol sanoatida yetakchi korxona bo'lishni maqsad qilmoqda. Asl niyatimizga sodiq qolish, yetakchilik yo'lida maqsadlarimizga erishishning kalitidir. Biz doimiy ravishda tadqiqot va rivojlantirishga bo'lgan investitsiyalarimizni oshirib, innovatsion qobiliyatlarimizni kuchaytirishga intilamiz. Sanoatda yetakchi mahsulot assortimenti bilan faxrlanamiz. Biz statik elektrga qarshi pollarimizning sifatini doimiy ravishda yaxshilashga sodiqmiz va ondan ortiq patentga ega bo'lib, bir necha yil davomida yuqori texnologiyali korxona bahosini muvaffaqiyatli o'tkazdik. Mahsulot assortimenti juda boy. U ichiga kalsiy sulfat, statik elektrga qarshi ko'tarilgan pol, shisha statik elektrga qarshi ko'tarilgan pol, yuqori kuchlanishli yog'och asosidagi statik elektrga qarshi pol, statik elektrga qarshi toliq po'lat magnit ko'tarilgan pol, statik elektrga qarshi ventilyatsiya ko'tarilgan pol va ondan ortiq boshqa turlarni oladi. Tanlash uchun ko'plab turlar mavjud va ularning barchasi statik elektrga qarshi, olovga chidamli, suvga chidamli, shovqinsiz, changga chidamli, ifloslanishga qarshi, korroziyaga chidamli, elektromagnit himoya va boshqa ko'rsatkichlarda a'lo natijalarga ega. Bu pol uchun mijozlarning turli ehtiyojlariga asoslanishi mumkin. Biz mijozlarimizning turli ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil mahsulot variantlarini taklif etamiz. Bu esa turli qo'llanilish sohalarida qo'llaniladi. Bizning mahsulotlarimiz turli sohalarda keng qo'llaniladi, jumladan aerokosmik, milliy mudofaa, harbiy, energiya, kimyo, elektronika, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, ta'lim, jamoat xavfsizligi, transport, telekommunikatsiya, bank va qimmatli qog'ozlar. Har bir nuqsonning ortida ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida mukammallikka bo'lgan tinimsiz intilishimiz yotadi. Biz o'zimizni eng yuqori standartlarga rioya qilamiz. Mahsulot sifatini kompaniyamizning rivojlanishining hayotiy yo'li sifatida ko'ramiz. Biz ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichini diqqat bilan ko'rib chiqamiz va import qilingan sanoatda yetakchi to'liq avtomatik qiralash mashinalari va qirralarni yuvish mashinalaridan foydalanamiz. Ishlab chiqarish samaradorligini va mahsulot sifatini sezilarli darajada yaxshiladik. Bu holda plitka o'rnatishdan kelib chiqadigan sifat muammolarini kamaytirdi va pol o'lchovlarining aniqligini yaxshiladik. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalaridan foydalanishimiz tufayli biz kuniga 5 ta statik elektrga qarshi pol panellarini ishlab chiqarish imkoniyatiga egamiz. Ishchi xarajatlarni kamaytirish bilan birga xarajatlarni qisqartirish va samaradorlikni oshirishga erishamiz. Bu esa App brendining bozordagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Sifat har doim bizning diqqat markazimizda. Keng qamrovli sifat nazorati tizimini o'rnatish orqali biz ABT doimiy ravishda yuqori sifatli mahsulotlar taqdim etishini ta'minlaymiz. Ishlab chiqarish jarayonida biz mahsulotlarimizni tasodifiy tekshiruvlardan o'tkazamiz va o'zimizni sanoat talablaridan yuqori standartlarga rioya qilamiz. Bu ABT brendining yuqori aniqlik, yuqori standartlar va yuqori sifat imijini kafolatlaydi. Mahsulotlarimiz bir nechta muhim loyihalarda keng qo'llanilishi bilan tezroq va yuqori sifatli yetkazib berish bilan biz ichki va xalqaro miqyosda son-sanoqsiz mijozlarning ishonchini qozondik. Natijada ABT sifatni boshqarish, atrof muhitni boshqarish va mehnat sog'ligi va xavfsizligi boshqarish tizimlari bo'yicha ISO sertifikatlarini olgan. Statik elektrga qarshi uskunalar muhandisligi sohasida biz savdo, ishlab chiqarish va qurilish bo'yicha malakalarni ham qo'lga kiritdik. Biz Xitoyda mashhur brend sifatida e'tirof etilganmiz va Integrity korxonasi sifatida tan olinganmiz. Bu yutuqlarning ortida so'nggi 10 yil davomida ABT jamoasining tinimsiz mehnati yotadi. Mukammallik mehnatdan keladi va biz yuqori sifatli mahsulotlar yaratish maqsadiga erishish uchun doimo oldinga siljishimiz kerak. Biz harakat qilishda davom etamiz va sanoatni yuqori standart bilan tark etamiz, o'zimizdan o'zimizni oshirib mukammallikka intilishda.